videoni o'zingiz ko'rdinglar. Bitta qoida buzarlik va ehtiyotsizlik oqibatida yo'l transport hodisalari kelib chiqyapti. Ayrim haydovchilar aytishadiki, meni yo'nalishimda 4 ta qator yoki falon qator yoki 5 ta qator bo'lsa, men boshqa bo'laklardan ham burilishni yoki qayrilib olishni amalga oshirishim mumkin deyishadi. Mayli ertalablari kechqurunlar shu ish qilishar, boshqa qatordan burilib qaytib ketishar. Bu tirbandlik tufayli hech kim indamas, balkim, lekin u ham qoida buzarlik. Lekin yo'l harakat qoidalarini 56-bandga binoan burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'lgan haydovchilar shu yo'nalishdagi eng chekki qatorlarni egallash kerak. O'ngga burilmoqchimisiz, eng chekki o'ng qator. Chapga burilmoqchimisiz yoki qayrilmoqchimisiz, eng chekki chap qator egallashingiz kerak. Boshqa qatorlardan boyiga labo haydovchi qoidani buzyapti ham. Ham ehtiyotsizlik oqibatida mana ko'ryapsizlar, yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaryapti. Bu holatlarni yo'lida ayrim holatlarda uchratib turamiz. O'zimizda ham bo'lgan bir necha bor. Ozgina qolgan amal bo'lib ketishimizga. Shu narsalardan ehtiyot bo'linglar, ehtiyotkorlikni oshiringlar va qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yib, kommentariy hozir qo'yishingiz chiqmasin.